Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Toyota Camry'ni 2012-yil avtomobilini ko'rmoqchimiz. Gibrid motor. Buni asosiy muammosi nimada? Bu ozgina qizigandan keyin bir 100 km yo 50 km yurgandan keyin tap uchib qoladi. Ba'zi 10 km yurmasa uchib qolayotgan ekan. Ozgina yurasiz motor qiziydi. Avtomatik elektr motorga o'tadi. Zaryad tugagandan keyin avtomatik motor o'chib qoladi. Qachonki motorni sovutasiz, keyin yurishingiz mumkin. Yo bo'lmasa akkumulyator qayta zaryadga qilib yurishingiz mumkin. Hozir buni yana bir ochib ko'ramiz. Ikki marta tugma bosishdan oldin kalit joyiga qo'yish kerak edi. Pultni ichiga, salon ichida tursa, keyin zaryad bo'ladi. Mana yondi. Hop, mana dvigatel zavodi bo'lgani yo'q. Hozir skematikda, eski versiyada skematik 2dagi tekshirib ko'ramiz. Skematik dasturini ochib olamiz. Toyota Camry uchun adenda dastur yo'q, buning ichida programmasi yo'q. Shuning uchun OBD2 bo'limidan ochib olamiz. OBD2 bo'limi o'z-o'zidan avtomatik qidirib topib oladi. Mana qidirib topdi. Transmissiya bo'limiga kirdik hozir birinchisi. Hop, HPga kelsak. Hozir ko'rinmayapti, endi yozib ko'rsatib beraman. Mana PQA0F удачный запуск двигателя deyapti. Hozircha buni saqlab beramiz, burus bermaymiz. Hadi burası bir şey yapmayın, işini sıkmayın. Çıkıp gittik. Premier'e girip hamısını belgilep olamiz. Ekranga 2 marta bossangiz, tablitsa o'zgaradi. Mana temperaturalari ko'rsatgan. Bu transmissiya, ya'ni korobkaning ichidagi temperatura va parametrni ko'rsatyapti. Hop, korobkadagi norma turibdi. Bizga asosan dvigatel kerak. Dvigatelga ham kirdik. Shunga kiramiz. Mana bu. Hadi yaklaştırıp olaylik. P261C. Низкий уровень сигнала цепь управления насос охлаждения системы B. Bu elektrik nasos muammosidan chiqadi ko'pincha. Buning nasosi, ya'ni pompa desak bo'ladi. Mana shu tarafda Toyota Camry 2012. Stiker hozir plus ikkalasiga ham kelayotgan ekan. Tekshirdik. Demak ichidan chiqadi.
Endi ochish uchun hozir 5 ta, yo'q 5 ta yo'q 6 ta bolti bor. Hop, tepada bitta, 2 ta, 3 ta, hop 4 ta, 5 ta, 6 ta bolt bor ekan. O'sha 6 ta boltni bo'shatamiz. Videoni keyin qo'yamiz. Telegram yetadimi? Ko'rmadan alkashda ko'rasa kerak. Mana xuddi 220 ga o'xshagan narsa ekan. Ishlashi, magnitniy ekan. Yaqirmas ekan. O'zgarchi. Ha? Qamish bo'limiga olish kerak deyman. Voh. Qani olamiz rasmga. Oldingmi? Mana qarayna holatini. Olasining yo'q. Chiqqaniga 13 yil bo'lgan. Tishotgan olingchi. Bundan şu tozalashga va ishlab ketadi deb o'ylayman. Bunu to'xtatib turaveraylik. Plana ichida platani soxonaga keldik, Alaskan ustidan do'konga. Bu savdo galoba ekranni podvaldagi soxona. Alaskan elektrik. O'sha radio texnika, qanaqa televizor o'tkazib berishini hozir buni kuzatib beraman deydilar. Xo'p. Kompan tekshirish. B plus, bu plus, постоянный plus, gene de постоянный minus, и mana içerisi komanda. Bunu проверка qo'l tekshirish uchun через diod bir uchini Vuruşunu plusga beramiz. Vuruşunu plusga beramiz. Okey. Hop, mana plus bo'lsa, mana
ishladi. Bu ishladi. İşlagani shu. Toyota Camry. Bu ashkasi P621C ashka chiqib qolgan. Bu elektron pompadan chiqadi. Hop, platini ochib tekshirdik. Plata butun ekan. To'g'riladik chatoq joyini. Endi o'shanda ham ana kompyuterdan komanda keladi. Ashka beradi, низкое напряжение. Hop, anında kulrang seriyasimda plus bor. Mana Dachiga. Bunga 2 kilo ohmli 2 kilo ohmli rezistor qo'yib, mana sariq simiga 5 volt cherisini 7805 tranzistor qo'yib 5 volt tok beraveramiz. Mana shuni uzuqtiraveradi. Uzuqtirish shart emas. Mana shu kulrang simni, pramo kulrangni o'zi gulaymiz. Sarig'iga rezistor beraveramiz bunisiga. Pompa tarafdagi sariqqa 5 volt tok plus beraveramiz. Shunda avtomatik ishlaydi. Yetmish sakkiz nol besh tranzistor. Birinchi noshkasi ikkitalikka qildik. Plus bu. Plus mana o'rta rezistor bor. Plusni olamiz. Plus ulaymiz. Bunisini o'zini rangiga, kulrangiga seriyaga ulaymiz. Seriyasini ulaymiz. Aslida pompani almashtirish kerak-ku. Okey. Xo'p, oqini kulrangini o'ziga ulaymiz, ya'ni kesgan joyimizga. Joyiga ulaymiz. Hop. Ulab oldik. Hop. Mana qizilimizni bu cheris tranzistori bor. Mana rezistor bor. Rezistor bu datchaga obman qilish uchun. Mana ichidagi pompani ichidagi datchaga kuyib qolgan hisobiga ishlamayapti ekan. Ulab oldik. Bu birinchi, uchinchi noshkamiz, bu chiquvchi noshka. Sini sariq sim. Buni sariq ulaymiz. Sariq ulaymiz. Endi buni avval zilentlab olaylik. Zilenta qilib oldik. Tesini
Hop, birinchisidan joyda qildik. Uchinchisidan joyda qilamiz. Hop, o'rtadagi simi, tranzistor o'rtadagi sim minus bo'ladi. Mana oq polasidagi, yo'g'on oq polasidagi sim minus ekan. Buni minusga ulaymiz. Bo'lib, sim kesib olmasdan. Mamijon, O aka, alo, haliga sifat qayerdan? hop, davom etamiz. Hop, uchinchi oyog'i minus qo'yamiz. Oq polasali minusiga. Hozir video olayotgandim. Uladik. Jahongir narsa zamok 2 marta bosib olsa, start stoppa.